Ana eshikni ochib bermadi bugun. Shuncha keldik. Bu zo'ravon butun narsalarimni hammasini yo'qotibdi. Shuni xulos qilib mahalla raisi bilan uchastkoy birga qarshilik uchastkoy bilan mahalla kirib hech narsani yo'q deb qarshilik ko'rsatib, bizni ko'rsatgani qo'ymadi. Uyni ko'ra olmadik ko'zimiz bilan. qarashmaning, qo'llarni olib, skameykaga o'tirib, Yo'q, shu yerga o'tirib shunaqa bo'ldi. Zaxti shamollab qoladi. Javob beradi hozir. Men sud qarorman, qoch. Prokuror bo'lib turib, Xudodan qo'rqmay, ishni yopayapti. Uydan chiqarilgan deb qanaqa chiqariladi? Meni mulkim turibdi-ku, meni 3 ta bolam bilan, mana shu orasida 3 ta bolam bilan meni chiqardi. Meni mulkim qolib ketdi. O'zimni o'ldiraymi? Prezidentimdan sizdan faqat yolvorib so'rayman. Nima uchun meni murojaatim doimiy yopilyapti? Nima uchun ularning kuchi faqat bunaqa zo'ravonlar kuchi ayollarga yetami? Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim. Men bu murojaatni prezident otasidan yordam so'rab bu murojaatni yo'llayapman. To'g'risi men adolatsizlikdan charchadim, nohaqlikdan charchadim. Men Toshkent shaharida 15 yil bo'lgan bo'lsa yashayotganimga oliy ma'lumotli insonman, pedagogman, bank xodimiman. Lekin hayot shunaqa ekanda faqat nohaqlik, adolatsizlikdan iborat bo'lar ekan. Mayli hayot ekan. Hurmatli prezidentim, hurmatli otam. Masalan, o'zimni PR qilib emas, yo reklama qilish uchun masalan havas qilib men bu YouTube'ga chiqib xalq oldida o'zimni sharmanda qilish uchun chiqmadim. Faqat sizdan iltimos yordam so'rab chiqyapman murojaat qilib. Men bir Xolnazar Mubin degan noinsofdi deb uyimni sotaman degan uchun Xudodan qo'rqmaydigan, Xudoning la'natiga uchraydi bir kun. Menku u Xolnazar Mubin meni aldab, meni ishonchimga kirib, meni shuncha pullarimni oldi. Yetmaganday butun bunga sherik bo'lgan Uchtepa tuman sudyasi Hamroyev menga nohaqlik qildi, bilib turib, hamma narsani tanish bilish zamoni ekan bilib turib, telefon tanish bilish qilib Hamroyev til biriktirdi. Yetmaganday bunga Hamroyev mening qonuniy huquqlarimni paymol qilib, bilib turib, qasddan meni Toshkent shahar fuqarolik sudiga apellyatsiya shikoyatimni bilib turib bermay bosib o'tirgani uchun meni birdaniga MIBga chiqardi. Даже MIB xodimi ham hech qanday vakolati yo'q, MIB xodimman deb vakolati yo'q inson Jo'rayev Jahongir degani kelib, hech qanday meni bir kun vaqt bermay, meni ochiqdan ochiq butun mol mulkimni tortib olib qo'ydi. Meni 3 ta bolam bilan chiqarib, butun mol mulkim emas. Hech qanday vakolati yo'q inson o'zini MIB xodimman deb butun mol mulkimni olib qo'yapti bu yerda. Xudobayev Azam uchastka noziri urushga sharoit yaratib beryapti. Bu yerda 4 kishi bo'lib, bir bularning kuchi beva bechora ayolga kuchi yetgan. Men Allohim oldida sababini qildim. Lekin Allohning oldida Xudobayev Azam deyam, bu noinsof Mubin deyam, xotini Siroyoni ham, Xolnazar mana Hamroyev sudyani ham, MIB xodim Jo'rayev ham Allohga kifoya qildim. Alloh ko'rsatadi. Bir kun ko'rsatadi. Bugun men yig'layapman, vaqt kelsa bularga ham Allohning jazosi bor deyman.
Rostdan hurmatli prezidentim. Men onaman. Mening baxtli yashashga haqqim bor edi. Meni miskinlab yiqqan bir simdan yo bir ko'chada buzuqlik qilib yoki harom luqma bilan 3 ta farzandimni boqmadim. Bir simdan tish tirnog'im bilan yiqqan pulimdan ajradim. Xolnazar meni pulimni olib qo'ydi, yetmaganday butun mulkimni ochiq talon-taroj qilib bugungi kunda men shu 4 tavla aybi bilan 4 talasini aybi bilan butun mulkim yo'qib ketyapti. Bosh prokuraturagacha murojaat qilyapman. Hammasi 83 bilan jinoyat alomati yo'q deb jinoyatni yashirib ichki ishlar tomonidan yopilyapti. Men Chilonzor tuman prokuraturasini boshlig'ini oldiga aqalli kira olmadim. Necha marta borsam hech qachon joyida bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Даже o'qimay xat yopilyapti, o'qimay. Uydan ko'chirilgan deb Chilonzor tumani prokurorlari uydan ko'chirilgan. Qanaqa ko'chiriladi? O'zlarini bittasi berib qo'yibdi. Uydan ko'chirish to'g'risida qaror to'xtatilgan deb yana bittasi berib yuboryapti. Uydan ko'chib chiqarilgan. Allohdan qo'rqinglar. Bu mansab hamma 2 metr surp bilan borib Alloh oldiga boradi. Menga yomonlik qilganlarni Allohga kifoya qilganman. Hurmatli prezidentimdan sizdan faqat yolvorib so'rayman. Nima uchun meni murojaatim doimiy yopilyapti? Nima uchun ularning kuchi faqat bunaqa zo'ravonlar kuchi ayollarga yetami? Bunaqa sudyalar nima keragi bor? Davlatdan sizga masalan davlatdan normalniy oylik oladi, lekin xalq shunday qiynaydigan Hamroyevga o'xshagan sudyalarga kim chora ko'radi? Bosh prokurorimiz majburiy ijro byurosini qilib o'tirgan ishini nima uchun yopadi? Nima uchun majburiy ijro byurosi xodimi hech qanday vakolati yo'q odamga meni uydan chiqarib mulkimni yo'q qilyapti? Nima uchun bunga chora ko'rilmaydi? Men agar shu mulklarimni berganda men menga murojaat qilib sizni yalnib, yig'lab yordam so'ramasdim. Men havas qilib chiqmayapman. O'tgan safar murojaatimdan keyin qancha joylarga qabulxonalarga kirdim. Uyimga Chilonzor tumani xalq qabulxonasi boshlig'i yordamchilari bilan mahalla bilan kelib ko'rdi yashash sharoitimni. Shu Tolibjon aka xalq qabulxonasi boshlig'i Tolibjon aka ko'rdi, haqiqatan 100% nohaqlik qilingan deb tan oldi. Даже buni Toshkent shahar hokimi qabulida ham xuddi shu narsa ta'kidladi. Lekin Tolibjon aka qo'lidan kelgancha yordam qilishga harakat qilyapti, lekin uni vakolatiga kirmaydi deb ichki ishlarga buyruq berish, sudyalarga buyruq berish vakolatiga kirmaydi. Lekin men sudyalar xalq qabulxonada sudyalarda qabuli bo'ldi. O'shanda ham kirdim, yig'ladim. Shunaqa bo'ldi. Toshkent shahar Respublika Oliy sudidan sudya keldi. Hammasi xullas qalam. Nima deydi? Oldi qochdi gaplar hammasi bir-biridan o'zini olib qochadi. Lekin sudya Hamroyev maza qilib davlat oyligini yeb hech narsa ko'rmagan yashayapti. Lekin bir bechora 3 ta norozida farzand itdek xor qildi. Lekin bularni tomonidan qaytib non o'taydilar. Birovni qaqshatib qaytib yashab o'tiribdi. Bularga qanaqa ota-ona tarbiya bergan bunaqa sudyalarga-da? Bularda singli yo'qmi, ona yo'qmi? Hurmatli prezidentim, sudya Hamroyev nima uchun qilgan shuni aybi bilan men butun mulkimdan ajrayapman. Qayerda vakolati yo'q, men xodimman deb butun mulkim yo'qib ketyapti. Lekin nima deydi? Даже uchastka nozirlari ham xalqni himoya qilmay uyda egalari bilan kelishib ish qilsa, birov bir yetim yesirda butun mulkini tortib, ochiq talon-taroj tortib yo'q qilsa,
ichki ishlar ham bu narsani jinoyat alomati. Meni o'rnimga o'sha sudyalar meni o'rnimga o'zini qizini qo'yib ko'rsin, o'zini singlisini qo'yib ko'rsin. Bir ayolni butun miskinlab yiqqan 15 yillik mulkini ochiq yo'q qilish faqat mulk emasda. Meni diplomlarim ilovasi bilan guvohnomalarim, turdoy knishkalarim, butun meni hujjatlarim, bolalarim 3 ta voyaga yetmagan. Farzandlarim 3 ta norasida 2014-yilda tug'ilgan Hasan va Zuhra va Ibrohim ismli farzandlarimni guvohnomalarigacha hamma narsa tashlab yubordim, musorga deb o'tiribdi. Ochiqdan ochiq ichki ishlar mana shunaqa qilib 83 bilan jinoyat alomati yo'q desa buni nima deb tushunasiz? Bizda jinoyat kodeksi bor-ku, bizda konstitutsiyamiz bor-ku, hurmatli prezidentim. Nima uchun bu konstitutsiya, bu qonun, adolatsizlik nima uchun oddiy insonga ishlamaydi? Meni mulkim, meni butun bolalarim hujjatlari yo'q qilinadi. Nima uchun bu jinoyat haligacha yashiriladi? Nima uchun prokuratura tomonidan bu narsa hech qachon ochiqlanmaydi? Yaqinda men Toshkent shahar prokurorimizni qabulga kirib keldim, lekin bilmayman nima bo'lishini. Sizdan iltimos qilaman, hurmatli prezidentim, yordam bering. Mana shu mobbingga o'xshagan noinsof, Xudodan qaytgan insonlarga chora ko'rishingizni iltimos qilaman. Meni bolalarim endi yetim deb xohlagan odam xohlagan ishini qilib ketaversa, bularning kuchi yetim, yesir, beva, becharaga yetami ichki ishlardi ham. Men sizdan, hurmatli prezidentim, meni murojaatimni yuzasidan amaliy yordam berib, meni mulklarimni olib berishingizni iltimos qilaman. Meni ne aldab olgan pulimni 4800 pulimni ham olib, mobbingga nisbatan qonuniy chora ko'rishingizni iltimos qilaman. Sudya Hamroyev bilan til biriktirdi. Jo'rayev, Jahongir bilan til biriktirdi. Xudobayev, Azam to'rtalasi bir bo'lib, mana shu to'rtalasini qilgan ishiga javob ber, meni mulklarimni topib bersin. Sizdan iltimosim, meni murojaatimga amaliy yordam berishingizni iltimos qilaman.